Avvalambor assalomu alaykum. Bekjonimiz kanalining yashaydi obunachilar. Az obunachi, bugun nasibsi 1-fevral haftaning yakshanba kuni biz Samarqand, Pavlodar, Juma tarafdan biz mana avtokirt bo'yicha mashinalar terib qo'ydik. Kimdagi avtokirtga mashina olmoqchi bo'lsa akalar, pastga telefon nomerlarini yozib o'tamiz, aloqa chiqaramiz. Mana bizda Damas avtomobillari bor, holati zo'r. Mana shu Damasdan boshlaymiz. Yil 2022-yil ishlab chiqarilgan bittagina pitmachasi bor Damasimiz, holatchasi zo'r. 13 yumshoq balon, metan gaz ballonlari bor, chexol, polik hammasi bor, tayyor mashina. Mashina navrat qilingan. Agar siz avtokirtga olmoqchi bo'lsangiz, mashinaning tan narxi 6100. Avtokirt uchun $200 plyus kerak bo'ladi. Hamma xarajlar ichida oylik graflar 2,8 million tashkil qiladi 5 yilga. Holatchasi zo'r. Undan keyin mana bizda 24 Damaslarimiz ham bor. Kraskasi top-toza 2024-yil ishlab chiqqan holatchasi zo'r. Buni 13 yumshoq ballonlarda mana chexol, polik hammasi bor. Bitta ko'rsatuvchi operator tayyor mashina. Mashinamiz gaz, metan gaz ballonlari ham bor. Yurgani 35 mingdan 40 ming yurgan. Kraskasi top-toza. Avtokirtga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov $500 bilan nomingizga avtokirt qilib beramiz. Oylik graflari 2,870 mingdan chiqadi oylik graflar 5 yilga. Buni ham holatchasi zo'r, kraskasi top-toza. Endi narxi menimcha 6400, 6500 puli turibdi. Navbatda Damasimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham holatchasi zo'r, buni ham kraskasi top-toza. Ko'rishlaringiz mumkin. Ballonlar, karmetal diskalari, 4 ta yumshoq ballon, metan, chexol, polik hammasi bor. Tayyor mashina. Bu 2023 Damasimizga boshlang'ich to'lov $400 plyus bo'lsa, nomingizga avtokirt qilib beramiz. Oylik graflar bu ham 2,870 ming tashkil qiladi. Holatchasi zo'r. Pastga telefon nomerlarini yozib o'tamiz, bemalol aloqa chiqib kelaverasiz. Manzil Samarqand, Pavlodar, Jumada. Telefonlaringiz biz yana joyida aytib o'tamiz. Aloqa chiqamiz jigarlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Bekjonimiz kanali bo'lib, video yoqqan bo'lsa bittadan layk bosib, kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin.